Kechiring reis efendi. Üstel asliq chaplashib qolgan segizni elvasingiz bo'lamdi. Barliq tuyg'ularim to'xtab qolgandek bilinadi. Sen qilolmaydigan ish yo'q aka. Chunki sening isming Jam. Jam! Jam! Ular hozirlik ketib qoladi. Jennifer. Uni hayotingizni qo'g'dagandek qo'g'dang. Hargiz ochma. Xizmat izligida berib, bu Hamburg polkasini ep keldim degina. Bu meningcha Hamburg polkasi emas. Ichib ko'rib baxmamsan. Bu qandoq g'alati narsa. Wow, sen buni qanday qila olding? O meni yoqtirib qolgan deyman. O nima? O yuziga chiqdi. Tez uni Hey, Jam. Voy ana. O neymiş? Voy anime. O'g'lim. Gap qilayotgan kim? Hech kim yo'q. Bana hiç bo'lmaydi. Men odam bo'shliqqa chiqdim. Qaytadan kirishga tayyorlandik. To'xta, yo'q voy anime. Mahmuşni. Bu neymiş? Uning ismi sirli qattiq qo'riq. O butun dunyoni vayron qiladigan qo'riq. Uning iqtidori nomzodni qo'g'dash. U ba'zida sizning gapingizni anglaydi, ba'zida anglamaydi. Men ehtimal bir avtobusni ikki parcha qilib o'tgan bo'lishim mumkin. Ko'p qopli qurt seni tanladi. Lekin u ma'tal. Senin ailendekilerge bo'lgan mehr-muhabbetin senin acizliğinga aylandı. Bu kat soğuk sana verildi. Lekin sen onu işiltishni o'rganishing kerak. Senla ihtiyojli bo'lsang, nima desam shuni beraman. Kilişe ablaqlar. Tanlışım qaltis bo'ldi. Chaparan polvonga o'xshaydi. Lekin Shaparan palvon degan bir faysi.